sigirlarimiz uchun ratsion tayyor bo'lib qoldi. Ustiga kalsiy soda, tuz sepilyapti. Buning ustidan endi soya shirotini sepib qo'yamiz. Tugallangan holatini ham ko'rsatamiz. Mana shu tayyorlanib turgan yemimiz sigirlar uchun 5900 so'mdan tushyapti. Hozirgi paytdagi narx-navo bo'yicha 2026-yil. Operatsionimiz tarkibida kepak, bug'doyli yormasi, makka donini yormasi, soya, raps shiroti, semichka shiroti, vitamin, kalsiy, tuz, soda va Mustang kompaniyasining o'sha sog'in sigirlar uchun premixlarni qo'shib tayyorlayapmiz. Mustang kompaniyasining Kaufit premixi bu sigirlar uchun o'sha sog'in paytida sutni ko'paytirishga, ortiqcha o'sha energiya sarflamaslikka yordam beradi. Hayvonlarimiz uchun mana kalsiy ratsionimizga qo'shilyapti. Mana shu qopimizga qarab qo'ying, og'a. Soda. Ichimlik sodasi. Umumiy yem massasi 8 tonna 700 kg. Vitamin, mineral modda, kalsiylar bilan birgalikda mana shu holatda sekin tayyorlab chiqilyapti. Qo'shilib turgan mahsulotimiz soya shiroti. Uni sigirlarimiz uchun ratsionimiz tarkibi: kepak, makka uni, bug'doy yormasi, soya shiroti, raps shiroti, semichka shiroti va vitamin, mineral moddalar, kalsiy, soda, tuz. Bu sog'in sigirlarimiz uchun proteini yuqori bo'lgan ozuqa.